Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayovondagi Gulxon. Avtori G'ulom Umar. Birinchi qism. 6 bob. Davomi. 2. Nizomiddin qo'ylarga halab etib bo'lib, o'qurning to'shkidan boshlarini chiqarib, halabni tumshqi bilan o'r kepaklik yerini topmoqchi bo'lib urinayotgan qo'ylarga qarab, ularning bir xilda girt-girt qilib halab chaynashlariga quloq silib, xiyolchan turib qoldi. U dehqonchilik va bo'yoqchilikdan tashqari uloq beqish bilan mashg'ul bo'ladi. U uloqni bir xil armak deb biladi. Ichi pushqanda ular bilan melika bo'ladi. U ashu holatda yana qanchalik turadi ekan, biroq birmuncha kishining yaqinla joydan anglangan so'zlashish ovozi va ushoq bolalarning varang-churingi barg'ansiri yaqinlab kelib, ularning darvozasi g'ijirlab ochildi. Mana shundala Nizomiddin xiyol asirligidan qutulib, orqasiga ittik o'rilibdi. Janub tarafga qarab turadigan darvozaning bo'sog'isida usti beshiga safar chang to'zonlari qo'ngan kostyum burulka, beshiga beri kiygan, kichik burut qo'ygan, nurliq yuzlaridan tabassum yig'ib turgan o'ttir bo'yliq bir kishi turadi. Nizomiddin o'z ko'ziga ishonmagandek ko'zini chimchiqiltib bir necha sekund mangdab qoldi. Bu vaqt ichida mehmonmu Nizomiddinning egiz bo'yliq, bastlik qomatiga ko'z tikib, uni boshdan oyoq ko'zitib chiqishga ulgurdi. Mehmonga agishib kelgan mahalla ko'ylar va kapsiz bolalarmu bu ajoyib hayajonli minutlarning kayfini buzib yaxshi bo'lmaydiganligini bilib, oldin kelishib olgandek topsida va bosog'ida turib qilishdi. Ular mehmonning yuk taqlarini ko'tarib olishgan edi. "Assalomu alaykum, aka", dedi oxiri mehmon titrangi ovozda. U "Meni tonimadingmi?" demoqchidi, lekin hayajondan bo'g'ilgan tiliga bu gaplar darmahal kelmagachga undoq deyishga ulgurmadi. Ahongacha Nizomiddinmi esini yig'ib, "Va alaykum mamtili" deb vaqirdi va uningga etilib keldi. Nizomiddinning ovozi bo'g'ilib ketgan bo'lib, nimalarni deganini anqirib bo'lmaydi. Ular hovlining o'ttirisida quchoqlashdi. Nizomiddin bak hayajonlanib ketgachga hili sig'inchlari haqida bir necha ig'iz pichirlaydi. Ko'z yumib ochquchilik oraliqda hovlida qiya-chiya boshlandi. Orqadanla yetib kelgan urug' tuqqanlar va yaqin xulum qo'shnilar xuddi birsi qazo qilgandekla yig'izora ko'tirishdi. Ularning har biri Mamtili apandiga esilib yig'lashdi. Momaylarning ichidan ba'zilari mungluq qo'shoqlarni qo'shib yig'lashadi. Goh uningga, goh buningga esilishib, o'yla saynasida davr qilib aylanishadi. Qo'shna xulumlar, urug' tuqqanlar, kichik bolalar o'ylaga sanjoq-sanjoq to'lib ketdi. Ularning ichidagi mo'ysipitlari peshayvon ustida o'ltirishib, uzun yil ayrilib ketgan qarindoshlarning marhumlarga azo tutib, hamda qayta didorlashish xushalligidan yerilib yig'lashlariga qarab, o'z qarashlarini taqdirning sirliq yozmishlari bo'ladiganligini so'zlashadi. O'rin tegmaganlar tam bo'ylab tizilishib o'ra turishadi. Bu ajoyib qaynam tashqinliqning tush emasligiga ishonish Nizomiddin uchun oson bo'lmadi. Yig'izora qo'shoqlarida marhum Molla To'xtaji va Fatimamlar yodlanadi. Ular hayot bo'lsa, borsi kelmas yo'ldan qaytib kelgan o'g'lini ko'rsa nima bo'lib ketar edi, degandek armonlar bayon qilinadi. Jamoat ichidan yurt oqsoqollaridan chiqib, yig'izora qilishayotganlarni savrga undidi. Xudoning himmatiga shukri sano aytishga da'vat qildi. Yig'izora besiqqandan keyin Mamtili Uyg'ur odati bo'yicha uzun yillik judolikdan keyin har biraylan bilan qo'l ilishib ko'rishib, tinchlik so'rashib chiqdi. Shu fursatda kishilarni inisiga tunishtirayotgan Nizomiddin bu so'rindagi mo'ysbit bir odamni buyomatning imomi Muhammad imom deb inisiga ostila askartdi va inisiga boshqachalar qarab qo'ydi. Bu mo'ysbit Tavfiqqa bir xil shubhilik nazarda qarab, so'g'uqla ko'rishib qo'ydi. Shuningdan keyin urug' tuqqanlar, yurt mo'tvarlaridan boshqalar bir-ikkidan tarqashdi. Qolganlar peshayvon supida badashqon qurib o'ltirishib, sunchay ichgach, har xil temalarda parang'a tushdi. Mamtili apandi ulardan yurtning ahvolini so'rsa, ular uningdan chet elda ko'rgan anglaganlarini so'raydi. Bu so'rinmi uzoqqa bormadi.
Qarang'u tushganda uy egalari bilan eng yaqin tuqqanlardan bir nechtasi qilib, boshqalar xo'shlashib, mehmon uzun yo'ldan keldi, baldura qarda qolsin, deb o'rinlaridan turishdi. Nizomiddin ularni uzitib darvozani taqab qaytib kelgandan keyin texicha uxlamay ko'zlarini mo'ldiritib o'ltirishgan bolalarga tatliq turumlarni berib, papilab o'ltirgan inisiga qarab, "Onamnimi, dadamnimi sensiz uzitib qo'ydik, ukam", dedi g'amkinlik bilan. "Ular sening kelganingni bir ko'rgan bo'lsa, nim bo'lib ketar edi?" "Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Allah joyini jannatdan qilg'ay." Mamtili apandi o'zining va akasining ko'ngli uchun tasalli etdi. Qayg'uliq so'zlardan paydo bo'lgan sukut orada birdam hukm surdi. Jimjitlikni yomon ko'radigan Tavfiq bolalar bilan parang qilish orqali oradagi sukunatni qo'g'lab o'tish uchun bolalarning cho'ngi bo'lgan Oyimgul bilan G'iniga "Voy, Oyimgul, G'ini, ikkinglar menga fikrlaringlarni tanishtirib qo'ymamsizlar?" dedi. 15 yoshlar chamsidagi Oyimgul tog'isi yurtdan chiqib ketgandan keyin tug'ilgan fikrlarini tunishtirishga boshladi. "Bu Rajab, G'inining orqasidagi, buning orqasidan Mavo, Xongul 9 yoshga chiydi. Buning keynidan bir ukam o'lib ketdi. Uning keynidagisi Mavo, Nabi 5 yoshga chiydi. Buning keynidan Fatimam, yana texi Rushangulmi bor. U bo'shikda uxlayotidi. Shundaqmi?" dedi Mamtili apandi odat so'zini ixtiyorsiz takrorlab. "Voy, bu mening onam ekan-g'u", dedi u yitirqab turgan Fatimamni quchqiga elib. "Qandoq onajon?" deb chiqishdi u. "Onamning xotirasi uchun buningga onamning ismini qo'yib qo'ydik", dedi Nizomiddin. Mamtili apandi bolalarning burunroq uxlashini nazarda tutib, ular bilan xo'shlashdi. "Shundoq qilib sizlar bilan tanishib qoldik-ku", dedi bolalarni bir-birlab so'yib. "Amdi at yana ko'rishimiz, billa o'ynaymiz. Qandoq? Amsa hozir berib uxlanglar. Yaxshi bolalarning yaxshi yeri gap anglaydi, shundaq-ku?" Bolalar garchi gap anglaydiganlardan bo'lmasimi, nimishkidir tog'isi shundoq degan hamonla sehrlangandek o'rinlaridan turishib, onasiga qarab qo'yishdi. Ularning qalbida tog'isining nopozi yuksak o'ringa chiqqan edi. "Bularni uxlating, yanga", dedi Mamtili apandi Zo'rixonga. Zo'rixon Fatimani ko'tarib, bolalarni boshlab uyga kirib ketdi. Aka-uka ikkalan yurtdagi o'zgarishlar, xalq qo'zg'aling'i, tungan yig'iliqi, hozirgi ahvollar ustida paranglashdi. Nizomiddin inisi yurtdan chiqib ketgandan keyingi kechmishlarini va yurt ahvolini so'zlab berdi. "Madotay og'dirilgandan keyin Axun dadam qaytib kelib, Sovet bilan savdo to'xtam tuzdi. Meni o'ziga vakil qilib, konsulxonaga avatdi. Bu uzun muddatli savdo bo'lmoqchi edi. Shunga men ishning ehtiyoji uchun konsulxonada turib ruscha o'rgandim. Savdomiz yig'iliq yillarigacha davom qilgan edi. Keyin urush qalaymiqonchiligida hamma ish ostin ustin bo'lib ketdi. Xalq qo'zg'aling'idan kutgan umidimiz yo'q chiqdi. Shuning bilan uydagi bo'yoqxonani yurgizishga boshladim. Amdi sen kelding. Yurkim to'q bo'ldi. Har nima qilsaqmi billa qilamiz. Men vatanga qaytishda zo'r bir islohot qaynimiga cho'mishni o'ylab kelgan edim. Bundaq deyishimda menmo qo'zg'alonga umid bog'lagan edim. Xalq qo'zg'alonning qudrati bilan asrlik zanjir kishanlarni chiqib tashlab, yangi dunyo qurishning to'lqinida uzishni armon qilgan edim. Bundaq orzuliklar oz emasdiq. Afsuski, ko'p kechikib qoptiman. Uning ustiga vaziyat intayin qalaymqon bo'lg'achqa, chet eldan keldiganlar qattiq kontrol qilinayotgan ekan. Hindistonda hayol bo'lib qoldik. Qo'zg'alon intayin makkar odamlar tarafidan burmilinib ketibdi. Angsizlik o'zining rolini to'liq joriy qilibdi. Sher kuchlik bo'lgani bilan angsiz bo'lgani uchun qopqonga dastigandek ish bo'pti. Amdi vaziyat bizning xohishimizga, istak orzuimizga, g'oyimizga yarasha bo'lamdi yo'q. Kuzatib beqib nima qilish to'g'risida bir nim deyisharmiz, dedi Mamtili apandi. Agar baldur kelgan bo'lsanglarmi, bir ishni bosh qilib chiqish qiyin edi. Bu ishqa ha deganda chet el kuchlari, chet el qo'lchumoqlari aralashib ishni murakkablashtiribdi. Dastlab beri aralashgan bo'lsa, keyin qolganlarmi ta'sir doira talashish uchun taraf-tarafdan kelib aralashib oldi. Shuning bilan qo'zg'alon rahbarlari gangrab qoldi. Bundaq ahvolda nim qilg'il bo'ldi. Uning ustiga bu qo'zg'alon partlagan g'azabning mahsuli.
Uyg'ongan ongning mahsuli emasdan ha. Shu bizning vatanimiz boshqalar talishib o'ynaydigan egisiz narsadek bo'lib qolgan ekan. Anglasam, Sovet taraf dastlabda qo'zg'olonchilarni qo'llagan ekan. Keyin hukumat tarafga yordam beribdi. Siz buning nima deb qaraysiz? Hey ukam, jonmo jon, o'zining jini, kishining jini, itning jini degan gap bor emasmi? Dunyoda xolis yordamchining bo'lishiga ishonmayman. Sovetning dastlab qo'zg'olonchilarni qo'llashi, keyin Shin hukumatiga yordam berishi o'xshashlar bir maqsadni asos qilgan. O'zlarining milliy manfaati, qo'zg'olonchilarni qo'llab, ularning g'alabasidan keyin bo'ladigan imtiyozdan ko'ra mavjud hukumatni qo'llab, naqdni nesiga tegishmasa foydaliroq emasmi? Buningda ham o'zlariga foydasiz oqibatlarning oldin olg'ilimi bo'ladi. Inakning beshiga kelgan kun mo'zayning beshig'imi keladi degandek, Xitoylarning beshiga kelgan kunning o'z beshig'imi kelishini o'ylamay qolamdi. Nizomiddin birdam shuklab ketgandan keyin past, ammo qat'iy ovozda qo'shib qo'ydi. Har kim o'z g'amini o'zi yeyish kerak. Oxir zamon bo'lib, Isoning osmondan tushishini, oxir zamon podshoyi Imom Husanning band bo'lib ketgan tog'dan chiqib, biz uchun g'azot qilishini kutish hamoqatlik. Albatta. Mamtil apandi jimjit quloq soldi. Sizning qarshing qandoq? Deb so'radi Nizomiddin. Shundoq. Xalqdan yoki g'oyib ruhlardan umid kutish ahmoqlik. Har kimning chiriqining yo'riqi o'ziga tushidi. Shunga har kim o'ziga ishonch qilish kerak. U bu so'zlarni o'rtirib qildi va pagoda asta mang'ach davom qilib, bog' tarafga kirib ketdi. Uning yuragini nimadir bir narsa qamallab olgandek bo'lib qolgan edi. Shunga ko'k osmonga qarab, birdam nervisini ochmoqchi bo'ldi. Ham bir tal severnayni tutashtirib olib, tutunni ko'k osmonga qaratib puvlashga boshladi. Uning ko'nglidagini tushungan Nizomiddin inisini mayliga qo'yib, Zo'rxonni chaqirdi. Issiq suyun bormi? Mamtili Aqchan bir necha haftadan beri yuyunmadi. Yuyunib olsin, obdanroq arduq chiqidi, dedi. Issiq suvni rastlab qo'ydim. Bog'dan qaytib chiqqan Tavfiq akasining yuyunib olish taklifini anglab yengisiga, "Yenga, xafa bo'lmay, ayrim bir cho'gun sovuq suvmi bering. Och yerdagi buloqning muzdek suyidan bo'lsa, texim yaxshi", dedi. Nizomiddin inisining dadisining tibbiy qarashlari bilan shakllangan odatlarini hozirgacha saqlab kelayotganligiga qarab kulgisi keldi. Ham allaqandoq ruhiy ta'sirlar bilan yuragi larziga kelgandekmi bo'ldi. Tavfiq Qaznaqdagi avrazda issiq suv bilan uzoq yuyunib bo'lgandan keyin sovuq suv bilan badanini chayqab toza rahatlangandek bo'ldi. O'zini yeniklab qolgandek his qildi. U shundoq kayfi chog' bo'lib, Qaznaqdan chiqib Nizomiddinning yeniga silingan o'ringa kirib yotdi. Aka-uka ikkaylan yana uzungacha uyqulari kelmagachga paranglashdi. Atisi Tavfiq akasining hamrohligida ota-onasining tuproq beshiga chiqdi. Qabristonlik Buyomatning g'arbiy janub tarafida, Ochyorning shimoliy qirg'iqiga yaqin joyda, Tetir yezisiga ketadigan yo'lning sharq tarafida edi. Bu bir parcha oppoq oqirib turgan qog'jiroq yer bo'lib, onda sanda shop va ko'k yantoqlar ungan edi. Qabra ustidagi jimjitlik va qurg'oqchilik kishiga ixtiyorsiz bechorlik beg'ishlaydi. Hayotning oxirgi manzili bo'lgan bu joydami jamiyatdagi taksizlik bilinib turadi. Egiz yosilib, puxta suvalgan qabrlar boylardek, sonsiz to'pa dövlari bo'lsa, avomdek tuyuladi. Biroq bu yer jamiyatdek qiziq va qizg'in emas edi. Bir chog'larda hayvatlik bo'lgan gumbaz va qabrlarning shamol ham yomg'ir zarbisidan, yillar dahshatidan uprab, uvilib tushgan holatlari go'yo bir chog'larda jonga patmay qolgan sho'x va sayoq qizning oxirida igichaqsiz bechora mo'mayga aylanib, do'ng'oqlab qolganidek o'msa bilinadi. Umuman bu so'zlayolmaydigan, medirlayolmaydigan, qisqasi tovush chiqarolmaydiganlar makoni shu qadar surlik sukunat bosgan ediki, xuddi jinoza namozi oldidagi musibat jimjitligini o'ziga singdirib olgandek, har bir ko'rinishidan mung va hasrat to'kilib turadi. Bu jimjitlikni buzg'isi kelmagandek, ularmu jimjit turib, unsiz duo qildi. Aslida Nizomiddin inisini Qur'on o'qimdikin degandek bir haza kutgan bo'lsa-mu,
Tavfiq duoga qo'lini ko'tarib faqat Rasululloh qabristonlikda o'qigan duoni o'qish bilan cheklandi. Orqadan o'zining tilak iltijolarini bildirib, ota-onasiga jannat tiladi. Nimishga Qur'on o'qimading? Deb so'rab qo'ydi Nizomiddin qabristonlikdan yo'lga chiqayotgacha. Bid'at, faqat duo qilish kerak. Rasululloh qabrlarini ziyorat qilganda assalomu alaykum ya ahlal qubur va inna inshaallohu bikum lalahiqun degan duoni o'qigan, Qur'on o'qimagan deb javob berdi Tavfiq. 7-bob. 1. 3 kuni Nizomiddin inisining tinch amon qaytib kelgini va shu munosabat bilan arvalarga atab yog'burtish uchun tuz qo'yishga tutindi va tuz ayni vaqtda yana Mamtili apandining yurtliklar bilan yuz ko'rishish murosimi bo'ladi. Uzun yillik safardan kelganlarning istiqboli uchun nazara berish qadimdan davom qilib kelayotgan odat edi. O'yla yiroq yaqindan kelgan urug' tuqqan do'st birodarlar bilan to'lib bo'shab turadi. Nizomiddin Otishning atoqli kishilardan bo'lgan Tashaxonimning jiyani bo'lg'achqimi, ham o'zi hunarvan, elning mulozimatchisi bo'lg'achqimi, uning ijtimoiy munosabat doirasi xili keng edi. Marhum tog'isi Tashaxonimning kichik xotini Sara xonim o'g'illari Sayfiddin va Livohiddinlarni ilib atagandalar kelgan edi. Tavfiq Axun dadasining o'g'illarini chapsalla yoqtirib qoldi. Yigitlarning ta'sirotimi uningdan boshqacha emas edi. Ularning bir navra aksini yoqtirmasligi mumkin emas edi. Albatta, Sayfiddin bilan Livohiddin ikkisi oq qorini farq etadigan huquqmushliq yigitlar edi. Cho'ngi Sayfiddin hozir Qashqar valiy mahkamasida kotiblik qilib yuradi. Inisi Livohiddin bo'lsa o'zlarining uyidagi maktabda Tatar muallim Salohiddin bilan uning ayoli Mushibqa xonimning ham o'quvchisi, ham yordamchisi edi. U yo'l yurganda ozroq oqsaydigan aybi bo'lishiga qaramay, to'liq chiroyli, kelishgan, chechan yigit edi. Tavfiqning bir navra inilari uningga yopishibla oldi. Ularning hammani bilishga tashna qalbi Mamtili apandining so'zlaridan lazzat va aram topgandek bo'ladi. Shunga savol so'rab harmaydi. Nazirga Atush qoziridan tijanlik Mulla Aziz Damulla o'g'li Ahmad Maqsum bilan qadam tashrif qilishgan edi. Mulla Aziz Damullam 4 qozining ichidagi eng adolatparvar, ko'ngli yumshoq kishi bo'lgani uchun avam xalq ichida hurmati cho'ng edi. U kishi oddiy fuqarolarning har xil ma'rakalariga ko'ngil ayab qadam tashrif qiladi. U qozilik qilgandan tashqari O'ng'riqdagi Mulla Tudaji, Emin Hoji aka ukalar soldirgan madrasada mudarrislik qiladi. O'g'li Ahmad Maqsummo shu madrasada o'qiydi. Ularning jamoatida yana Tijan boylaridan Qunojimmo bor edi. Uning bilan o'g'li Abdug'pur billedi. Abdug'purmo O'ng'riqdagi madrasada Mulla Aziz Damullam va Mamtimin Sopizodalardan dars oladigan talabalardan bo'lg'achqa, yosh yigitlar bir-birlariga yot emas edi. Ba'zida madrasaga kelib ta'lim ilib turadigan Livohiddin bilan tunishadi. Shunglashqa Abdug'pur bilan Ahmad Maqsummo mehmonni o'rib-ilishgan yoshlarning to'piga qo'shilib ketdi. Hayal o'tmay Nizomiddin o'zi bilan qurdosh, o'roq bir kishini inisiga tunishtirish uchun boshlab keldi. Mehmonning orqasida yana bir yosh yigit bor edi. Bu mening do'stim Toyir Xalpitim, dedi Nizomiddin. Sho'roqdin, Buxoro, Hindistonlarda ilm tahsil qilgan. Bu yigit uning inisi Ablimid qori. Mana bu shoir inimiz Sabit. Biz tig'i yaqinda mushu No'ruzda tanishgan to'q. Muhammad qorini olg'ach kelmabsizlarda, deb esiga oldi Nizomiddin. Bular mushu yigitlar bilan tanishdi-ku deyman. Toyir Xalpat Mamtili apandi bilan birdam paranglashdi. Ondan xo'shlashib qaytmoqchi bo'lib, inisiga qaradi. Inisi bu chaqda yoshlarning to'piga qo'shilib, suhbatga sho'ng'ib ketgan edi. Shunga Nizomiddinga qarab, uning vaqti chaq turibdi. Zirikkanda ketsin degandek ishora qilib, o'zi Nizomiddinning uzatishi bilan chiqib ketdi. Yoshlar o'zlarini Otishning eng ilg'or fikrdagi yangi avlodi deb his qilishqachqa, naganda O'ng'riqdagi madrasada bir yerga to'planib qilishsa, masalalarni mutolaa qilishib, o'zaro fikrlashib ketishadi. Mushu bir avlod fikrdoshlarning ichida ishtochilik Abdurahmon bilim va hurmatda eng ko'zga ko'ringan edi.
Yigitlarning hammasi o'zlarining iftixori bo'lgan bu yigitni tushdan ta'riflab, Mamtili apandiga tunishtirib ketdi. Abdurahmonning dadisi Cho'ng'axunboy ishtachining cho'ng boylaridan bo'lib, ma'rifatli kishi edi. Uning ta'siri va tarbiyalashi bilan bolalarimo uqumishliq bo'lib o'sgan edi. Abdurahmonning cho'ng aksi Abdukarim Axunmu she'r yozatdi. Ikkinchi aksi Abdurim Axunmu klassiklarning asarlari bilan tunishliq edi. Cho'ng'axunboyning Qara shaharda qo'ra-joy, yer zaminlari bo'lg'achqa ular Qara shaharda ba'zan yillab turib qolatdi. Qara shahar bilan otish orliqida qatnab savdogarchilik qilishadi. Tavfiqning yosh ixlosmandlarining ko'payishiga agishib, ularning suhbatimi qizib ketdi. Tavfiq bu yosh do'stlarini yoqtirib qoldi. Shunga ularning so'ragan savollarga echilib-yeyilib javob bergandan boshqa, yoshlarni qiziqtiradigan fan yangiliklarini so'zlab berdi. Ko'nglining cho'nqur yerida bo'lsa, kelgusi ishlari uchun o'ziga keraklik, qobil va sadoqatli yordamchilarning tepiladiganligiga so'yinmoqda edi. Shundaqla bir kun vaqt chiqarib, O'ng'riqqa madrasaga berib, madrasani ko'rgach, yosh yigitlar bilan tanishib kelishni ko'ngliga pukdi. Bundan boshqa madrasmu uning ma'lum planlariga munosabatlikdek qiladi. Nazarga kelib ketayotgan mehmonlardan birər yerim yosh ayrilib kelib, Tavfiqning atrofidagilarga qo'shilib turadi. Garchi taklif qilinmagan bo'lsa-mu, an'anamizdagi tuzga beshicha bo'lsa-mu barg'uluq degan qarashdan foydalanib, Mashhadning jamoatiga qo'shilib, otishning amonlik mas'uli To'xti Zununmu keldi. Balki Qashqardan yo'l yo'riq topshirib olgan bo'lsa, ovni to'nib qo'yish uchun kelgandi. Har holda vazifasini bak siyliq bajarishni biladigan kishi edi. Ommaviy munosabatga bak diqqat qiladi. To'y-to'kun, nazar chiroqlardan qolmaydi. Kulimsirabla turadigan siyliq sipoya odam edi. Shunga sodda odamlar uni bak odamgarchiligi bor deb baholashadi. Nizomiddin inisiga uni tanishtirganda isminla atab, ko'pning xizmatini qildigan oq ko'ngil og'inimiz To'xti Zunun Mashhaddan debla tanishtirgan bo'lsa-mu, u dasturxon tarafga ketayotganda inisining quliqiga shivirlab, uning salohiyatini aytib qo'ydi. Ha deganda bu odamning odamgarchilikni ifodalab tuzga kelib o'ltirishi nimishkidir Nizomiddinning ko'nglini g'ash qilib qo'ydi. Chunki u tog'asining ishlariga aralashish tufaylidan ijtimoiy munosabatlarga xili savodliq bo'lg'achqa, xalq sipoya, obdan odam ko'rayotgan To'xti Zununni bir oz bilgandek qiladi. Yigitlar bilan Tavfiqning suhbati toki mehmonlarning oyiqi uzilgacha davom qildi. Tavfiq ularning boshqa do'stlari bilan madrasada bir kun vaqt chiqarib ko'rishmoqchi ekanligini aytib edi. Yoshlar tushdan uni qarshi oladiganligini bildirishdi va eng ko'p to'plashadigan kuni bozor ertasi ekanligini aytib berdi. Shundaqla boshqa yoshlar bilan xabarlashib, alg'ach boradigan bo'lishdi. Shundan keyinmi ular chet eldan kelgan apandining yiqimliq chiroyiga qarab, uning kishini jalb qiladigan so'zlariga bo'lgan asirligini yo'shirolmagan holda qiymasdan xo'shlashdi. Ular ko'chaga chiqqandan keyinmi anglaganlari haqida qizg'in talash-tartish qilishdi. Hayronligini, mabtunligini izhor qilishdi. Oxirida har biri Mamtili apandining shaxsiy sifatlari va u so'zlab bergan yangiliklar haqidagi axborotni ilib kentlarga tarab ketdi. Tavfiq nihoyatda chapsalla suhbatlarning temasiga aylanib, nurg'un ko'ngillarda qiziqish paydo qildi. Davomi bor.